Nega nolib yashaydi umr bo'yi odamzod? Odam farishta emas yoki xushro'y parizod. Bugun yana kun botar, ertangi kun gumondur. Qaldirg'ochlar tong sahar uyg'otganda shukr qil. O'tgan umringdan inson pushaymon bo'lsang yomon, yaxshimi yo yomonmi o'tganiga shukr qil. Foyda yo'qdir ahvoqdan, taqdir bilsang Allohdan. Bu dunyoda sog' salomat yurganingga shukr qil. O'tgan umringdan inson pushaymon bo'lsang yomon, yaxshimi yo yomonmi o'tganiga shukr qil. Foyda yo'qdir ahvoqdan, taqdir bilsang Allohdan. Bu dunyoda sog' salomat yurganingga shukr qil. Yurganingga shukr qil. Yurganingga shukr qil. Omad bilsang oyda emas, baxt sharqiroq soyda emas. O'g'il qizing dadajon deb yurganiga shukr qil. To'ylar qilsang ey Rahmon, saxovatli bo'l mezbon. To'ylaringga shuncha mehmon kelganiga shukr qil. Do'stimsan, ham qadrdon ukamsan. Alloh senga oy kelinchak berganiga shukr qil. Bir yil o'tib oradan nasib etsa belanchak, o'g'il qizmi Xudoyim berganiga shukr qil. Kuyov bola do'stimsan, ham qadrdon ukamsan. Alloh senga oy kelinchak berganiga shukr qil. Bir yil o'tib oradan nasib etsa belanchak, o'g'il qizmi Xudoyim berganiga shukr qil. Berganiga shukr qil. Berganiga shukr qil. O'tgan umringdan inson pushaymon bo'lsang yomon, yaxshimi yo yomonmi o'tganiga shukr qil. Foyda yo'qdir ahvoqdan, taqdir bilsang Allohdan. Bu dunyoda sog' salomat yurganingga shukr qil. Kuyov bola do'stimsan, ham qadrdon ukamsan. Alloh senga oy kelinchak berganiga shukr qil. Bir yil o'tib oradan nasib etsa belanchak, o'g'il qizmi Xudoyim bergan